Binafsha shu'lasi 19-qism. Shu'la so'ngach, Hayo o'zini katta konferensiya zalida turli yoshdagi ayollardan iborat ko'p sonli jamoa ichida o'tirganini ko'rdi. Bu jamoaning ichida birorta ham erkak zoti yo'q edi. Zal liq to'la, o'tirganlar orasida suhbat rosa qaynab, asrlarning inidek g'uvillardi. Hayo devorlardan biriga ilingan kichikroq ko'zgu oldidan o'tganida o'zini 20 yoshlar atrofidagi qiz ekanini ko'rdi. Hayo shu alfozda makonni ko'zdan kechirib, atrofida nimalar sodir bo'layotganini anglashga harakat qildi. Shu payt yonidagi qiz gap boshlab qoldi. Rom xonimning leksiyasiga birinchi marotaba kelishingmi? Nima? Ro? Qiz tabassum qildi. Bosh qo'mondonimiz, ismini hech kim bilmaydi, lekin uni Rom deb chaqirishadi. Hayo atrofiga alanglab so'radi. Nima, biz qo'shinmizmi? Qiz kulib javob berdi. Yo'q, lekin erkaklarga qarshi urush bo'lsa, shunday bo'lishi mumkin. Hayo qizga o'girilib qaradi. Nima demoqchisan? Suhbatlashayotganlarning g'ala-g'ovurini to'xtatib, nigohlarini sahnaga qaratgan qattiq ta'kidlashdan ularning gapi bo'lindi. Bu paytda sahnaning orqa eshigidan 40 yoshlar atrofidagi bir ayol chiqib, minbarga ko'tarilgan edi. U sukut bilan qatnashuvchilarni ko'zdan kechirar, yuzdan esa jiddiylik va keskinlik sezilib turardi. Ayol bir necha soniyalik o'tli qarashlardan keyin oldidagi mikrofon orqali zal bo'ylab o'rnatilgan ovoz kuchaytirgichlar vositasida hammaga eshitiladigan qilib baland ovozda hayqirdi. Erkaklarsiz yana bir kun. O'tirganlarning bari o'rnidan turib bir ovozda hayqirdi. G'amsiz kun. Rom qo'lini musht qilgancha havoda silkitib, baland ovozda yana hayqirdi. Ahmoqgarchiliklarsiz kun. Hayodan boshqa qatnashuvchilarning bari bir ovozda ayolga javoban baqirdi. Zo'ravonliksiz kun. Hayo ortiga o'girilib, hayajon bilan nido qilayotgan ayollarga hayron bo'lib qarardi. Rom qo'li bilan turganlarga joyingizga o'tiringlar degandek ishora qildi. Tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Bugungi ma'ruzamiz muhimligi jihatidan avvalgisidan sira qolishmaydi. Havvoning yer yuzidagi qizlari sifatidagi tariximiz haqida bo'ladi. Tarixdagi ixtirochi ayollar qayerga ketdi? Bu sayyora yarim aholisining yutuqlari qayerga ketdi? Bashariyat sivilizatsiyasini o'zgartirib yuborgan olamshumul yutuqlar faqat erkaklar tomonidan amalga oshirilgani aqlga to'g'ri keladimi? Odamzod yaratilganidan beri to hozirgi kunimizga qadar ayol zoti insoniyat rivojiga hissa qo'shmasdan tomoshabin bo'lib turgani aqlga to'g'ri keladimi? Hayo kaftini og'ziga yaqinlashtirib, biroz oldinroq suhbatlashgan qizning qulog'iga pichirladi. U nega bunday deb baqiryapti? Qiz nigohini minbardan uzmagan holda ko'rsatkich barmog'ini lablariga qo'yib, ma'ruza mobaynida gaplashish taqiqlangan deb javob qaytardi. Rom katta ishtiyoq bilan yana gap boshladi. Mantiqiy javob: tabiiyki yo'q. 1000 martalab yo'q. Ayollarning yutuqlari qayerda qoldi? Havvo va qizlarning yutuqlari qayerda qoldi? O'sha yutuqlarni yashirishga, sohibalarini tarixdan o'chirilishiga kim javob beradi? Olamda ayoldan qandaydir shaklda bo'lsa ham yordam olmagan erkak yo'q. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsam, dunyoda inson tarixini o'zgartirib yuborgan biror bir kashfiyot borki, albatta unda ayolning qo'li bor. Lekin biz bu haqida eshitmaganmiz va eshitmaymiz ham. Chunki bunday kashfiyotlar ko'pincha faqat noma'lum nom ostida qayd qilingan bo'ladi. Chunki o'sha kashfiyotning ortida ayol kishi turgan bo'ladi. Bu narsa go'yo jinoyatdek berkitishni taqozo qiladi. Chunki o'sha ixtironi kashf qilgan shaxs erkaklarning o'ta tor qarashlari-yu noqis aqllari bilan olib qaraganda batamom ojiz bo'lgani sababli bunday ishni amalga oshira olmaydi. Nega bunaqaligini bilasizlarmi? Negaki noma'lum shaxs deb qayd qilingan va yaratilishidan to hozirga qadar tarix kechmishlarini yozgan kimsa erkak bo'lgan. Rom nigohini yonida turgan qog'ozga qaratib, bir necha soniya davomida unga diqqat bilan nazar solib turdi. Hayo sukut saqlagancha yonidagi qizga endi gapirsam bo'ladimi degandek ishora qildi.
Lekin qiz bunday qilmaslikka, Ma'ruzaga e'tibor qaratishga imo qildi. Rom boshini ko'tarib baland ovozda yana gap boshladi. Ayrimlar bilmaganlikka oladigan va ko'pchilik inkor etadigan haqiqat bu: ayollarning katta qismida erkakdan ustun aqliy yoki fikriy qudrat mavjud emasligi, balki ayol undan bir qancha jihatdan ustun ekanini yaxshi bilishidir. Lekin bu ayollarning ko'pchiligi erkaklar ularni kamsitishiga ko'z yumadi. Nega? O'sha ayollar buni idrok qilib, shu tafakkurning o'zi bilan cheklanishgani uchunmi? Yoki o'zlaridan aqliy jihatdan past darajadagi toifa bilan o'zini kuchliman deb chiranayotgan yosh bola bilan tortishadigan ahmoq kimsadek talashishga yo'l qo'ymaydigan yuksak aqliy ustunlikka erishganlari uchunmi? Aql rasi odam o'zini kuchliroq ekanini da'vo qilayotgan yosh bolaga kuchini ko'rsatib, u bilan talashib o'tirmaydi. Faqat ayrim vaziyatlardagina tortishayotgan kimsaning ongi odatdagidan past bo'lgan holatlarda buning aksini ko'rishimiz mumkin. Erkaklarning katta qismi ilk uchrashuvdagi tashqi qiyofaga aldanadi. Bu esa barcha psixologiya va sotsiologiya kitoblarining talqiniga ko'ra ularning yuzaki fikrlashdan aziyat chekib yashashiga yorqin dalil bo'ladi. Buning aksi o'laroq, ayol hayotida duch keladigan aksar vaziyatlarda tashqi ko'rinishga emas, mohiyatga e'tibor qaratishni o'rganamiz. Aynan mana shu faktning o'zi ularni o'z ta'biri bilan aytganda, ikkinchi yarmi bilan solishtirganda jinsimiz tafakkuri naqadar teranligini va aqliy jihatdan qanchalar ustunligini namoyon qiladi. Lekin shunga qaramay, asl haqiqatni yuzaga chiqarmaslik va ojizligini berkitish uchun erkaklar olami bu aqliy ustunlikni ayollik hissi, fe'l-atvori deb nomlab olgan. Hayo Romning to'lib toshgan gapirishini kuzatarkan o'ziga o'zi, bu temir xotin kim derdi. Rom charm qutichani ochib, ichidan ixcham ko'zoynakni olib taqdi. Oldidagi varaqqa qaragancha yana gap boshladi. Aksariyat erkaklar o'zlarini erkak bo'lib tug'ilgani uchun omadi chopib, ularga ega bo'lgan aqliy va jismoniy qobiliyatlar yer resurslarida, jumladan ayollarga nisbatan ham hukmronlik qilish huquqini beradi deb o'ylashadi. Buning muqobilida esa ayollar bunday xudbinona fikr yuritmaydi. Ayollarning jismoniy qudratiga to'xtaladigan bo'lsak, ular boshdan o'tkazadigan to'lg'oq va tug'ish jarayoniga oddiy ko'z bilan qaraganda ham ayol zoti naqadar dardu azobni, qiyinchilikni ko'tara olishini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Lekin u ko'pincha jim turishni, erkak bilan bahslashmaslikni afzal ko'radi. Yana o'sha savolni takrorlayman. Nega? Nima uchun biz aqliy va hissiy jihatdan, mening nuqtai nazarimdan qaraganda, jismoniy jihatdan ham ilg'or bo'lgan insonlar erkaklar hukmronligi oldida bosh egishimiz kerak? Bu zaiflikmi? Unday deb o'ylamayman. Yo bu qo'rquvmi? Menimcha unday emas. Unda sabab nima? Hamma sukut saqladi. Lekin Hayo savolni majoziy emas, rostmana deb o'ylagani uchun ruhlanib qo'lini ko'tardi. Buni ko'rgan haligi qiz Rom ko'rib qolmasdan shoshilgancha Hayoning qo'lini tushirdi. Rom ko'zoynagini yechib, ma'ruza varag'ini bukladi. Biroz dam olamiz. Rom minbardan uzoqlashar ekan, tomoshabinlar o'rnidan turib, berilib qattiq qarsak chalardi. Hayo ham turib dong qotgancha o'tli qarsaklarni kuzatib turdi. So'ngra asta-sekin qatnashuvchilar tarqab, o'rindiqlar bo'shadi. Hayo yonidagi qizdan so'radi. Ma'ruza tugadimi? Yo'q, bu shunchaki tanaffus. Hayo konferensiya zalining chekkasidagi katta eshikdan chiqayotgan ayollarni kuzatarkan, lekin ular ketyapti-ku, dedi. Ular tamaddixonaga ketyapti. Men bilan bir finjon choy ustida gaplashishga nima deysan? Sizlarda ham qahva bormi? Qiz tabassum bilan javob qaytardi. Albatta. Hayo qo'lini peshonasiga qo'yib dedi. Bir finjon qahva ichib olsam yaxshi bo'lardi. Ikkovlon birgalikda zaldan chiqib, kichik stolchalar qo'yib chiqilgan keng binoga kirishdi. Binoning markazida qahvaxona bo'lib, tashrif buyuruvchilarga yengil tamaddi, issiq va salqin ichimliklar taqdim qilayotgandi. Hayoning hamrohi uni bir joyga o'tkazdi-da so'radi. Men borib 2 finjon qahva olib kelaman, shakarchi qancha bo'lsin?
Hayo o'tirib, bir-biri bilan qizg'in suhbat olib borayotgan ayollarni diqqat bilan kuzatgancha javob qaytardi. Istaganingdek. Qiz qahvaxonaga qarab ketdi. Hayo esa atrofni diqqat bilan kuzatishda davom etdi. Shu payt zalda ma'ruza o'qigan ayolni ko'rib qoldi. U yolg'iz o'z oldida turgan finjondagi ichimlikdan simirib, kitob o'qib o'tirardi. Hayo unga uzoq tikilib turdi. Bu nigohni sezgandek Rom boshini ko'tarib, to'g'ridan to'g'ri Hayoga qaradi. Hayo xijolat tortib, o'ngga chapga alanglay boshladi. Hayo yana bir bor Romga o'g'rincha qarashga uringanida, uni yana kitob o'qiyotgan holda ko'rdi. Hayoning hamrohi 2 finjon qahva olib keldi va birini Hayoning oldiga qo'ydi. Senga yoqadi degan umiddaman. Hayo Romdan ko'z uzmagan holda finjonni olib undan simirdi. Bu ayol kim o'zi? Qiz Hayoning ro'parasiga o'tirgan ko'yi so'radi. Qaysi ayol? Hayo finjonni stol ustiga qo'yib, hamrohiga qaradi. Ma'ruza o'qigan ayol. Qiz jilmayib so'radi. Rom xonimni aytyapsanmi? Ha, uning qanday o'tmishi bor? Hech qanday o'tmishi yo'q. Bunchalik jon kuydirishi g'alati. Bu ixlos deyiladi. Qanaqa ixlos? Davosiga bo'lgan ixlos. Qanaqa davo? Ayollik davosi. Ayollik davosi nima? Qiz taajjublandi. Bu savoling bilan nima demoqchisan? Bu savol shu darajada tushunarsizmi? Qiz qahvasidan bir ho'plam simirgandan keyin dedi. Yo'q, lekin Hayo yana Romga qaradi. U feministlar yetakchisimi? Bu yerda yig'ilgan ayollarning barchasi nima deb nomlanishidan qat'iy nazar u ishongan narsaga ishonadi. Hayo finjonni olib, lablariga yaqinlashtirgancha nigohini yana hamrohiga qaratdi. U senga soxtadek tuyulmayaptimi? Soxta deb nimani nazarda tutyapsan? Hayo finjonni stolga qaytarib qo'ydi-da javob berdi. Gapirayotgan gaplariga uning o'zi ham ishonmaydi va bu quruq tomoshadan o'zga narsa emas demoqchiman. Qiz hayron bo'lib so'radi. Bunaqa fikrga kelishingga nima sabab bo'ldi? Bu sezgi xolos, lekin ishonch hosil qilmoqchiman. Qiz xavotirlandi. Qanday? U bilan to'g'ridan to'g'ri suhbatlashish orqali. Qiz tabassum qildi. Hozir buning ayni fursati. Nimaning fursati? Savol berishni, boya ma'ruza paytida qo'lingni ko'tarmaganmiding? Rom xonim hozir yolg'iz o'tiribdi. Ma'ruza paytida unga faqat savol bermoqchi emas, gapidagi bir nuqtaga e'tiroz ham bildirmoqchi edim. Bemalol, zero Rom xonim boshqalarning fikrini ochiq ko'ngillik bilan qabul qiladi. Hayo Romga nazar solib, shubha aralash ohangda dedi. U o'z ovozidan boshqa ovozni tinglay oladigan odam deb o'ylamayman. Sinab ko'r, hech narsa yo'qotmaysan. Hayo o'rnidan turib, Romning stoli tomon yurgancha ko'ramiz dedi. Qiz Hayoga yetib olib, xavotir bilan qulog'iga pichirladi. Lekin uning jahlini chiqarmaslikka harakat qil. Hayo Romning stoliga yaqinlashgancha dedi. Unda savol berishdan nima foyda? Rom boshini ko'tarib, qarshisida tabassum qilib turgan Hayoni ko'rdi. Hayo, ustoz Rom, sizdan bir narsa so'rasam bo'ladimi? Rom qo'lidagi kitob sahifalariga nigohini qaytarib, e'tiborsizlik bilan savolingni ma'ruzasini ostida bersang bo'ladi dedi. Bunga fursat bo'lmay qoladimi deb qo'rqaman. Shuning uchun savolimni hozir bermoqchi edim. Hayoning yonidagi qiz talmovsirab, hozir keta qolaylik, ustozni o'z hollariga qo'yganimiz ma'qul menimcha dedi. Hayo qat'iyat bilan, bilaman, sizlar undan rosa qo'rqasizlar, lekin men qo'rqmayman dedi. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Kanalimni qo'llab-quvvatlab, like va kommentariyalar yozayotganinglar uchun rahmat. To'g'risi bu asar juda ham qiziqarli. O'zim ham uni ko'proq minut qo'ygim kelyapti, lekin qandaydir YouTube kanalini yangi yurgizishni boshlaganim uchun 15 minutdan ortiq vaqt qo'ya olmayapman audiolarni. Agar kimdir shu haqida biladigan bo'lsa, uzoqroq video qo'yishni biladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib ketsanglar xursand bo'lardim. Qanday qilib uzoqroq video qo'yishlikni. Rahmat oldindan. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun alohida rahmat.